Assalomu alaykum. 2-sinf ona tilisidan 24-mavzu mening shirin suhbatlarim. 6-mashq. Ko'chiring. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bu Komilovlarning uyimi? Xuddi shunday. Sizlarga xat olib kelgandim. Rahmat. Men hozir oyimni chaqiraman. Savol: uyga kelgan mehmon bilan qanday suhbat qurish kerak? Albatta, uyga kim kelishidan qat'iy nazar birinchi salom berishni ayash kerak emas. Salom bu ham qarz, ham farz. Uyga kelgan mehmonni hech qachon yomon gaplar bilan kutib olish kerak emas. Uni doimo xushchaqchaq kulib kutib olish kerak. Ikkinchi savol: siz tanimagan odam uyingizga kelib qolsa, o'zingizni qanday tutasiz? U bilan qanday suhbatlashasiz? Albatta, tanimagan odam uyingizga kelib qolsa, oldiniga salom berasiz va kimligini aniqroq so'raysiz va uyga taklif qilasiz. U bilan albatta yaxshi muomalada bo'lish kerak. Agar yanglish uyingizga kirib qolsa, siz albatta unga bir piyola choyingizni berib, so'ngra esa unga o'zining yo'lini ko'rsatishingiz kerak. 7-mashq. O'qing. Har kim o'z ona tilini hurmat qilish zarur. O'z tilini hurmat qilmaslik ota-ona hurmat qilmaslik bilan barobar o'xshaydi. Ayrimlar suhbat qurganda so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladi. O'zbek tilida so'zlasa ham ruscha, inglizcha so'zlarni qo'shib gapiradi. Yozganda esa xato yozadi. Sh harfini W qilib, Ch harfini yana boshqacha tarzda, ya'ni 4 shaklida yozadiganlar ham topiladi. Bular tilga nisbatan hurmatsizlikdir. Albatta, biz bu joyda tilga hurmatsizlik biz uchun eng zararli, foydasiz, bizlarga umuman tartibsizlik hissiyotlarini tug'diruvchi ko'rinish hisoblanadi. Biz albatta o'z tilimizni sevishimiz kerak. O'zimizning ona tilimizni onamiz kabi, otanamiz kabi sevishimiz kerak. Ona tilini hech qachon unutish kerak emas. Agar biz ona tilini esdan chiqarsak, bora-bora bizdan keyingi avlodlar umuman o'zimizning tilda so'zlasha olmay qoladi. To'g'ri, albatta, ruschani ham, inglizchani ham bilish kerak, lekin esa unga o'zbek tiliga aralashtirib gapirish kerak emas. O'zimizning tilimiz go'zal, shirin va juda ma'noli so'zlardan iborat. Birinchi, tilga hurmatsizlikning qanday ko'rinishini bilasiz. Tilga hurmatsizlik bu o'z tilini gapirmaslik, o'z tilida gapirmaslik. Unga ruscha aralashtirib yoki biror bir boshqacha tilda aralashtirib gapirsak, biz o'z tilimizni juda hurmatlamagan bo'lamiz. Ikkinchi savol: nega har kim o'z ona tilini hurmat qilish kerak? Albatta, sizning ona tilingiz o'zbek tili. O'zbek tilini hech qachon hurmatsizlik qilish kerak emas. Hurmat doimo uni e'zozlab, uni boyitib borishimiz kerak. 8-mashq. Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarni toping. Albatta, biz hayvonlarga har xil nom qo'yishimizni o'tgan darslarda bilib olganmiz. Mushukka mosh, popuk, itlarga esa layka, jangashta va shu kabi nomlarni qo'yamiz. Endi mana bu rasmlardagi suhbat bilan tanishamiz. Bunday vaziyatlarda qanday suhbat qilasiz? Uyga qo'ng'iroq bo'lganda. Albatta, uyga qo'ng'iroq bo'lganda biz kimligini bilib, salom berib, so'ngra esa boshqa kerakli vaziyat bilan tanishimiz kerak. Uning kimligini va nima haqida kerak ekanligini, kim uydagi kim bilan suhbatlashmoqchi ekanligini so'rashimiz kerak. Albatta, so'ragan insonni chaqirib yoki go'shakni o'sha uydagi oyingizgami, dadangizgami berishni unutmaslik kerak. Ikkinchi, uyalib turgan o'rtog'ingizni o'yinga taklif qilganda.
Albatta uyalib turgan o'rtog'ingizni chiroyli gaplar bilan yoningizga chaqirib, bilan salomlashib, uning nima kerak ekanligini undan so'rab, koptok o'ynagingiz kelsa unga berib, muloyim suhbat o'tkazish kerak. Yordamga muhtoj qariyani ko'rganda, albatta unga yordam berish esingizdan chiqmasin. Qo'lidagi sumkasi bo'lsa ko'tarib yoki bora olmayotgan joyiga qo'ldan yetaklab, kimning uyiga borishini so'rab, albatta qariyalarga yordam berish kerak. Mana bu joyda 9-mashq turibdi. Suhbatni ko'chiring deydi. Albatta siz o'rtog'ingizga yoki tanishlaringizga SMS yozasiz. Ana o'sha SMSni siz noto'g'ri yozsangiz, bu siz uchun juda zararli. Mana bu joyni o'qib chiqing. Salom. Qalis deb javob beramiz. Bu juda noto'g'ri. Salom bergandan keyin yaxshimisiz, qalaysiz, qandaysiz, sog'ligingiz yaxshimi deb javob berish kerak. Men ertaga maktabga bormayman. Men erta maktabga emas, maktabga bormayman. Maktabga. Voy, nima deymiz? Voy, nima emas, nimaga bormaysan? Kasal bo'lib qoldingmi? degan savollar bilan yozish kerak. Shamollab qoldim, ko'rdingizmi? Shida juda xato. Sh unaqa yozilmaydi. Bilamiz, ikkita harf birikmasdan sh hosil bo'ladi. Tezroq tuzalib keting, dorilarni vaqtida iching. Mana shunday yoziladi, iching. Juda xato. Ch ikkita harf birikmasi, s va h harf birikmasidan iborat bo'ladi. Ch ana o'shanda yoziladi. Vazifa: multfilm tomosha qilib, qahramonlarning suhbatini yozing. Uyga vazifa: qahramonlar suhbati, Zumrad va Qimmat. Shu haqida sizga bo'lib o'tgan suhbatdan ozgina lavhasini yozib ko'rsataman. Ertakni bilasiz, Zumrad va Qimmat degan chol kampirning qizlari bo'ladi. Zumrad juda ham mehnatkash, aqlli, esli, Qimmat esa juda tantiq, erkatoy bo'ladi. Zumradni bobasi o'rmonga borib adashtirib keladi va u joyda bitta buvijonni ko'rib, shuning uyiga borib mehnat qiladi. Shu to'g'risida siz bilan suhbatlashamiz. Men uyimni juda sog'indim. Men seni juda yaxshi ko'rib qoldim, qizim. Sen juda mehnatkash qiz ekansan. Rahmat buvijon. Bora qol. Ketishdan oldin seni eshikdagi sandiqchani olib ketasan degan gaplar bo'ladi va uni juda chiroyli kiyintirib qo'yishadi va sandiqni olib uyiga ketadi va siz bu yog'ini o'zingiz davom ettiring. Mashq: rasmlardan birortasini tanlab hikoya tuzing. Hikoyangizda qahramonlarning suhbati bo'lsin. Mana bu joyda 4 ta rasm turibdi. Siz o'zingiz xohlaganini tanlab, u to'g'risida siz hikoya tuzing. Sizga birinchi rasm asosida hikoya tuzib beraman. Badan tarbiya. Nazira va Bahrom aka singil. Ular har kuni ertalab turib sport mashg'ulotini bajaradi. Bu ularning sog'lom bo'lishiga eng yaxshi odat. Sizlar ham har kuni shu bolalar kabi sport bilan shug'ullaning. Taningiz sog'lom bo'ladi va davom ettirib yozsangiz bo'ladi. Boshqa rasmlar asosida ham o'zingiz yozib, mana shunday daftaringizga bajarib qo'ying. Sizdagi rasmda esa bolalar rasm chizmoqda, u to'g'rida ham suhbat olib boring. Bu joyda 4-rasmda esa bu joyda bola kasal bo'lib qolibdi. Unga yordamga kelgan o'rtog'i va hokazo. Yoki ukasi kasal bo'lgan. Shu to'g'risida siz hikoyalar tuzib boring. Birinchi mashq: sinf 4 guruhga bo'linib suhbat tuzishda bellashadi. Har bir guruh quyidagi suhbatlashlarning birini tanlaydi. Haydovchi bilan yo'lovchi o'rtasidagi suhbat, shifokor bilan bemor o'rtasidagi, o'qituvchi bilan o'quvchi orasidagi, aka-uka orasidagi suhbatlar bilan siz musobaqa uyushtirishingiz mumkin. Albatta siz avtobuslarga chiqasiz.
ular bilan haydovchi, yo'lovchi qanday munosabatda bo'ladi? Doktorga borganingizda shifokor bilan bemor qanday munosabatda? O'qituvchi bilan o'quvchi orasidagi suhbatlar haqida bellashib, yutuqlarga erishishingiz mumkin. Bugungi vazifa: siz kim bilan suhbatlashishni orzu qilasiz? Bu haqida qisqacha hikoya tuzing. Albatta, hamma o'zining biror bir tengdoshi bilan yoki bo'lmasam buvisi, bobosi, onasi, adasi va o'rtoqlari bilan suhbatlashishni yaxshi ko'radi. Buvijonim bilan suhbat. Buvijon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham nevaraginam. Buvijon, siz menga qishloq hayoti bilan tanishtiring. Xo'p, bo'ladi. Meni eshit. Qishloq juda ham keng, toza va ozoda saqlanadi. U yerdagi insonlar juda mehnatkash bo'ladi. Va davom ettirib yozing. Bu joyda davom ettirib daraxtlar ekishadi, uzumlar ekishadi, mevalar terishadi degan suhbatlarni davom ettirib yozsangiz o'zingizga juda ham foydali ish qilgan bo'lasiz. Albatta, siz shirin suhbatlar o'tkazishni hech ham esingizdan chiqarmang. Qo'pollik bu eng yomon odat. Yaxshi so'z insonga quvvat. Hurmatli mening aziz o'quvchilarim, mana bugun 24-mavzu ham bajarildi. Siz bu joyda ancha narsalarni o'qib, eshitib, bajarib, o'rganib oldingiz. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.